Ko'pchilik yangi uyni izolyatsiya qilish uchun uyni ta'mirlab boshqatdan remont qilishni o'ylaydi, lekin bu xato. Oddiy misol, mana yangi qurilgan 2 qavatli uy, biz buni fasadiga ham tegmadi, tomiga ham tegmadi. Chiqib faqat izolyatsiya qilib beramiz. Akamiz lo'mboz qilgan ekanlar. Lo'mbozni bilasizlar, 1 yilda yorilib ketib qoladi. Shu uy ichidagi suvlar hammasi mana shu yorilganning orasidan chiqib ketib qoladi. Biz bu yerga nima qildik? Biz mingvatalarni qilib berdik, chiroyli qilib. Xudo xolasa bu ancha yilgacha xizmat qilib beradi. Bu xuddi bilasizlar, ana choyning ustiga qopqon yopib qo'ygandek bo'ladi-yu. Xuddi shunaqa qilib yopib beramiz, chiroyli qilib. Bu uyni suv havosini o'zida saqlab qoladi. Sarf xarajatlarni 50-60% gacha qisqartirib beradi. Akamiz bizga murojaat qildilar. Biz mahsulotni o'zimiz bilan olib keldik bir kunda. Olib chiqib tepaga chiroyli qilib bir kunda izolyatsiya qilib berdik. Ko'rib turganinglardek 2 kunning ichida hamma yoni to'liq izolyatsiya qilib topshirib ketamiz. Izolyatsiya qilish uchun uyga qayta remont qilish kerak deb o'ylab to'xtab turgan bo'lsanglar, buni yechimi bor. Ko'rib turganinglardek 2 kunning ichida hamma yoni to'liq izolyatsiya qilib topshirib ketamiz.